Nima? Shuncha narsa kishi boshiga arzimagan 97500 hazillashyapsizlarmi? Qayerda nonushta qilishni bilmayapsizmi? Men sizga zo'r joy topib qo'ydim. Shaharning qoq markazida, suvni bo'yida, shinamletkada mazza qilib shunaqa turk kahvaltasini, ya'ni zavtrакini qilish nima yetsin, to'g'rimi? Arzimagan 195 ming 2 kishiga. Ha, 2 kishiga ko'rib turgan barcha narsangiz mazasiga haqiqatdan gap yo'q. O'zingizni go'yoki Turkiyada his qilib olasiz. Borib mana shunaqa o'tirib, shabada, bu yerda suvni bo'yida ovqatlarga gap yo'q. Servis a'lo darajada. Bilasizlar, men uncha joyi maqtamayman. Mazza qilib miya dam oladigan joyi sizlarga tavsiya qilaman. Trabzon bemalol xohlasanglar letkada, xohlasanglar ichkarida. Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, taomlarning mazasi o'zgarmaydi, a'lo darajada. Endi menga yoqimli ishtaha. Endi sizlar esa joy band qilib, yaqinlar bilan mazza qilib zavtrak qilinglar. Zavtrak qilinglar kelmasa, obedga kelinglar. Obedga kelginglar kelmasa, ujunga kelinglar. Nimaga kelishinglardan qat'iy nazar, mazza qilib kelishinglarga men kafil. Atmosferani qaranglar va yorib olishdi-yu, letkani ham yorib olishgan, ichkaridagi zalni ham yorib olishgan. Xohlagan joylarda mazza qilib, oila davrasida, yaqinlar davrasida o'tirasizlar. Turklar nima derdi? Merhaba dermidi? Afiyat olsun.